Bu narsani nimaligini bilasizlarmi? Освежить особый уход, гигиена, сушка. Qaranglar. Kiyimlarga qanaqadir уход kerak bo'ladigan bo'lsa, takoy qimmat, takoy materiali zo'r narsa bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa narsa sizlarga kerak. Mana ichida ko'rdinglar, ultrafiolet turibdi. Masalan, yomg'irdan keldinglar, ustingizda qanaqadir palto yoki pidjakinglar bor. Nima qilasizlar? Olasizlar-da, sразу ilib qo'yasizlar. Bu nafaqat quritadi. Bu yerdan shirin hidam beradi. Uni g'ijimini tekislaydi va eng asosiysi hamma o'sha ya'ni gigiyenik tarafdan buni tozalab beradi. Qanaqadir mikrob bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'ldirib beradi. Yoki mana bu betga даже shimillarni ham osib qo'ysanglar bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, buni yuvib, par qilib boshqa qilib o'tirmaysizlar. Olasizlar, qo'yib qo'yasizlar, o'zi ideal holatda sizlarga chiqarib beradi. Kelasizlar, yechib qo'yasizlar, tamom. Если что, Media Parkda mana shunaqa narsalar ham bor. Hammalarni kutib qolamiz.